Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Frankfurt shahridan, Frankfurt Messi ko'rgazmasidan sizlar uchun maxsus reportaj qildik. Grindel degan Germaniya brendidan tanishtiraman sizlarni. Buni bahonada narxlarini ham ko'rasizlar. 379 euro. Bu nima ip desa? Gram, 250 gramli ip. 459 euro. Mana bunaqa narxlarda. Ajoyib. Narsalarni joylashtirib. Mana bu to'qish moslamali. Mana paxtali narsalar ham bor ekan. Biz shu masalada sal sizlarning oldingizda xijolatda biz. Inshaalloh ozgina vaqt berib yo'qtirsanglar, mana shu masalada ham yetkazib olamiz. Bu videoni olishda bizga janob Sebastian ijozat berdilar. Bu uchun katta rahmat. Bular oilaviy biznes ekan, bularning oilaviy biznesi ekan, 4-avlod ekanlar bu. Mana ko'ringlar. Qimmatli fikrlaringiz bo'lsa, yozib qoldirasizlar. Mana amigurumi degan nimalar ham bor ekan. Hozir shunaqalar ham moda bo'lgan. Bizda hali uncha rivojlanmadi. Mana ham Italiyani nimasi ekan? Taypa uchun gulli bo'ladi bu ham. Bizda endi unaqa sovuqli anchadan bir bo'lmay qo'ygan ekan, ko'pchilik salgina beparvo bo'lib qoldi. Mana endi bularni ham ko'ringlar, narxlari ham ko'rmoqchiman umiddaman. Qimmatli fikrlaringizni, yaxshi yoki yomon, yoki yoqqan, yoqmagan, yoki takliflaringiz bo'lsa, yozsanglar ajoyib bo'lardi, xursand bo'lardik. Juda chiroyli qilib qo'yishdi. Biz bilan albatta o'rnak olib harakat qilamiz. Danke Sebastian.